biz bugün bir juda bir quvonchdamiz. Mana shu muborak kunlarda, ya'ni muborak Qur'on hayitini arafasida bizning mana Ellikqal'a tumanimizga ta'mirtalab bo'lib turgan yo'llarimizni kelib mana shu mutaxassislarimiz, yo'l sohalarimiz bir yaxshilab asfalt qilib berdi bizga. Oldin bu yo'lning ahvoli juda bir yaxshi emas edi. Ta'mirtalab edi. Mana Xudoga shukr bir mashina haydaganimizdan bir chuqurliklar bor edi bu yerda. Mana shu asfaltdan mana bu yog'imiz Nukus, bu yog'imiz mana To'rtko'l, Qalao'za To'rtko'ldan chiqib Toshkent poytaxtimizga boradigan yo'l bu. Bu yerdan ko'pgina odamlar o'tib qaytadi. Mana turistlarimiz keladi bu yerga, ko'p turistlarimiz tashib yuradi. Mana Xudoga shukr, tep-tekis bo'ldi asfaltimiz, quvonamiz, xursandmiz biz. Va butun elimiz bilan rahmat aytamiz. Va hamma xursand, Xudoga shukr, ming qatla shukr. Mana shu Qur'on hayiti arafasida bizga bir elimizga, bizlarga katta bir sovg'a bo'ldi bu.